Yurtimizda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish maqsadida 2022 yildan boshlab har yili respublika miqyosida Mirzo Ulug'bek vorislari tanlovi o'tkazilib kelinadi. Ushbu nufuzli tanlovning viloyat bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Termiz shahrida Mirzo Ulug'bek vorislari respublika tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Unda tumanlardan saralangan iqtidorli yoshlar jam bo'lishdi. Aytish kerakki, mazkur tadbir mamlakatimizda iqtidorli yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularni ilmiy-texnik faoliyatga keng jalb etish hamda bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan muhim loyihalardan biri hisoblanadi. Tadbir avvalida tanlov jarayoni va uning tartibi haqida ishtirokchilarga ma'lumot berildi. Ushbu tanlovda tuman shahar bosqichlaridan 5 nafar ishtirokchi g'olib deb topilib, viloyat bosqichiga yo'llanma oladi. Viloyat bosqichida 20 nafar ishtirokchi respublika bosqichiga yo'llanma oladi hamda respublika bosqichida 100 nafar g'olib loyihalar Ulug'bek jamg'armasi tomonidan rag'batlantiriladi. Tuman shahar bosqichlari esa tuman mahalliy byudjetidan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarida. Viloyat bosqichida 20 nafar g'oliblar esa viloyat mahalliy byudjet tomonidan bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravar miqdorida bir martalik pul mukofoti bilan rag'batlantirishi belgilab qo'yilgan. Bu yilgi mavsumimizda Surxondaryo viloyati bo'yicha 1689 nafar ishtirokchilar ro'yxatdan o'tgan bo'lib, shulardan 921 nafari IQ testdan o'tib, tuman shahar bosqichlarida ishtirok etishdi. Bugungi kunda mana shu tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lgan 5 nafardan jami 75 nafar ishtirokchilar viloyat bosqichida ishtirok etishmoqda. Bugungi tanlovimiz 9 nafar komissiya a'zolari tomonidan belgilangan mezonlar asosida baholab boriladi. Bunda asosan baholash mezonlarida ishtirokchilarning loyihalarini innovatsion yondashuvligi, yangiligi, keyin texnik ijodkorligi hamda loyihasini dolzarbligi, kutilayotgan natijalari kabi omillardan kelib chiqib baholanadi. Har bir ishtirokchini baholash mezoniga asosan 100 ballik mezonda baholanadi. Tanlov natijalariga ko'ra 75 nafar ishtirokchilarni tanlov davomida olgan baholaridan kelib chiqib 20 nafar ishtirokchilar g'olib deb topiladi. Tanlovda 75 nafar ishtirokchilar o'z loyihalari bilan ishtirok etishdi. Ular o'z ishlanmalarini taqdimot shaklida namoyish qilib, uning mazmuni, amaliy ahamiyati va maqsadi haqida batafsil tushuntirib berishdi. Jarayon davomida har bir loyiha komissiya a'zolari tomonidan xolis va adolatli tarzda baholab borildi. Mening loyiham bioplastiklar va polimerlarni qayta ishlash. Bu loyihamning asosiy maqsadi tabiatga chiqayotgan chiqindilarni asoslab, ya'ni ularni tez parchalanadigan va mahsulotlarni toza holatda, ya'ni ularning tarkibini buzmaydigan holatda saqlash. Bu loyiham asosan anor po'stlog'idan olinadi. Anor po'stlog'ida polifenol va toksinlar bo'lganligi sababli mahsulotlarni yaxshi saqlashga yordam beradi va tabiatda tez chirib ketadi. To'proqqa tushgandan so'ng 3-6 oyda tez parchalanib ketadi. O'zimizning oddiy plastik plyonkalarimiz esa 100 yillar mobaynida parchalanmay qoladi. Men ushbu loyiha ustida ishlab, barcha tajribalarni yuritib tuman bosqichida birinchi o'rinni olganman va hozir viloyat bosqichiga kelganmiz. Tanlov yakunlariga ko'ra eng yuqori natijalarni qayd etgan 20 nafar ishtirokchi tanlovning respublika bosqichida ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritdi.